Afg'onistonda 1,5 yil bo'ldim. 85-yili shu 10-maydamikin bizga prikaz tushdi. Shu komanda vзводimiz aytgan, sen Tailandda uyingga ketasan birinchi bo'lib dedi. Birinchi atrofga ketdi, men qoldim. Ikkinchi ketdi, men qoldim. Bo'lmasa birinchi men ketishim kerak uyga. Komandir batalyondan so'radim, men nima jo'nashmayapsan? Desam, mexanik vodiylar bilan navodchik artilleriyalar qoladi. Lekin kech paytga borganda bizga ofitserlar aytdi, komandirlar. Anaqa napadiyani bo'lishi mumkin, ehtiyot bo'lib nima qilinglar dedi. MTLB'ning ichida yotadim, 3:30larda kechasi. Otishma bo'lib ketdi. Kunduzi biz pushkamni rosa otganmiz. Qarasam, bir tomondan pulemyotda o'q otyapti bizga. Undan bekinib bu yoqqa qarasam, bu yerda ham otyapti. Yalanlik dedik, 3 tomondan pulemyotda o'q otib kelgan ekan. 50 metr, 20 metr narida quruq ara bor edi. Akopga o'xshab. O'sha yoqqa yurib bordimda, keyin borib nima bo'lganini tushunmay qoldim. Hech narsani eshitmayman. Quloq o'chib qolgan. Keyin portlash nimasida o'chib qolgan ekan. Nega qarasam hamma yo'g'im chang. Keyin samolyot bilan otdimikin deyman. Unga o'xshamaydi. O'q tekkan sheriklarimiz aytardi, birinchi bilinmaydi o'q tekkani. Keyin oriydi. Turdim, nega qarasam, mana bu shim tomon, mana oyotim. Ilmata cho'kib ketgan ekan. Titilib. Lekin aradga o'tirdim, nega qarasam, maya yo'q o'zi. Lekin shundan keyin bildim, men minaga tushganimni. Renginchi bitta ayol bor ekan, rus ayoli. Dedi, "Sinov" dedi, bunday boshim silab. "Tisho begit budish" dedi. Ashkampirni so'kmoqchi ham bo'ldim. Dedim, lekin yana shu o'zim bosib nima qilib. Shu minaga tushgandan keyin to o'sha nimalar bo'lib, narkoz bergandan keyin lekin o'zim hushimni yo'qotdim. Ko'zimni ochsam, Messi ko'plar ekan. Necha qakomini operatsiya desam, "Senarmanda" dedi. Men kelganimdan keyin 4 marta, 5 marta kesdi bu o'lan ayolni. Ham erkak, ham xotin bo'lishga to'g'ri keladi juda ko'p. Sog' inson bilan yashash bu boshqa masala. Ham invalid, ham nerv tomonidan. Bu bolani oyoqqa turgizib, bukulib, onday qilish nihoyatda qiyin. Andijon viloyatidan 5000 ga yaqin yurtdoshlarimiz afg'on urushida ishtirok etgan. Hozirda 4,5 fuqarolar hayotda yashayapti. 150 dan ortig'i qahramonlarcha halok bo'lgan. Nogironlar 600 dan ortiq nogironlar. Pushkani o'qlovchi bo'ldim. Juda ko'p janglarda qatnashdim. O'zim nima otdim. Hattoki 5 ta pushka olsa, hammasidan birinchi otadigan bo'lib ketdim. Qayerda dushman bo'lsa, yo'qman kolonna keladigan bo'lsa, biz ashlarni soprovождение qilib, kuzatib, qayerga boradigan bo'lsa, shaqqa olib borib qo'yardik. Siz armiyaga ketayotganingizdayoq Afg'onga olib ketishini bilganmisiz? Yo'q. Bilmaganman. Uchabkam tugatgandan keyin Toshkentga brigada svязьga borgandan keyin Nashiddan lekin prikaz chiqdi. 250 ta bolani chaqirishdi. Sizlar qabulga 140-armiyaga ketyapsizlar deb aytganlar. 19-may kuni kunduzga borgandan keyin Messenchga. Bu yerda operatsiya qilish boshqarib, 20-kuni Toshkentga 340-okryuznoy gospitalga olib kelgan. O'zimizda respublika tashkilotimizga murojaat qilib, u kishi haqida ma'lumotlarni berdik. O'z vaqtida berib, o'sha yillarda Kuba respublikasiga borib, Gavanada
Germaniya texnologiyasi bo'yicha zamonaviy protez bilan 45 kun davomida bepul ta'minlangan, yotib ham davolanib, ham protezlashtirib kelgan. Ha, sen cho'ladi bolasidan degan anaqalar bilan katta bo'ldi meni bolalarim ham. Manaka degan gap so'zni biroq quloq solmadi. Shuni aytaman-da, bechora bolalarim yig'lab. Ular nimani ko'ribdi? Ularni otasi, onasi nima ko'ribdi? Seni dadang urushda bo'lgan. Seni dadang qahramon, sen bilmaydi. Qani ular sen dadang bilgan narsani ular 3dan birini ham bilmaydi, jon bola. deb ovutgan kunlar bo'ldi. Afg'onistonga borganimda men Germaniyadaman deb yozardim hatto. Aytmaganmisiz? Yo'q. 1,5 oy men turmasdan yotganman, bitta kravatda. 1,5 oydan keyin bitta vrach uyingga xat yozdingmi dedi, yo'q dedim. Nima yozmayapsan dedi, yozmayman desam, yozasan dedi. Daftar varaqalar, ruchkalarni olib kelib qo'yib qo'ydi oldimga. Salom ona, onajonginim, yana sizga yozmoqdaman xat. Salomatmi aziz otam ham, ukalarim yurgandir xushvaqt. Salom ona, onajonginim, yana sizga yozmoqdaman xat. Salomatmi aziz otam ham, ukalarim yurgandir xushvaqt. Boshim uzra yulduz charog'i. Yozdim, salom, yaxshimisizlar, u yo'q bu deb. Menga dedim, javob berdi. Samolyotda kelyotib, boshimni og'rib, o'zimni yomon his qilib qoldim, gospitaldaman deb yozdim. 3 kundan 4 kundan keyin uydalar yetib borishdi. Darvozani oldida turgan bolalar kirib chiqib, seni istab kelibdi. Manaqa men chiqamayman, kelishaversin dedi. U chiqib aytib qo'yibdi, o'g'lingiz oyog'ini kesib yuborgan deb. Shundan keyin endi onamdan o'tgan mandan Mayli. o'sha paytda onamni hayoldan o'tgan narsani men hayolimga keltira olmayman. Juda holat nima bo'lgan ekan. Endi onam mehri bor sezar ekanda. Otani qadrini ota bo'lganingni bilasan deydi-ku. Aynaga ekan. Sport bilan yoshlikdan shug'ullanib yurardim. Yana sportga berilib ketdim. Sport tashladim. Og'ir atletika bo'yicha shug'ullanardim, shtang ko'tarib yurardim. Yana shu hunarni boshladim. Meni shu hobbim shu bo'lib qolgandi. Boshqa bolalar singari ko'chaga chiqib, bir cho'nada yo nard o'ynab, yo kart o'ynab yurmaganman. Faqat uyda televizor ko'rsataman, shu nima qilaman, lekin razerb ketsam, lekin shtang ko'tarardim. Shtang ko'tarib, gantel o'ynab, sport bilan shug'ullanib turardim. Hozir menda 3 ta protezim bor. Bittasi Kubaniki, bittasi Rossiyani mana bu yaqinda o'tgan yili berishgan Rossiyani ustalari kelib yengil udobniy deb berishdi. Ikkovi Kubinskiy bilan ikkovi bir xil. Uchinchisi-chi? Uchinchisi o'zimda yurgan. Bu ham mana shu Rossiyada yurib o'zim zakaz berib qildirganman. Bunda tomga ham chiqib ketaman, padvalga ham tushaman. O'yinga tushdilar. O'ngga ham chiqib ketaman. Hozir sizda 2 tama 4 ta ekanda oyog'ingiz. Shundaymi? 3 ta protezingiz? Yo'q. Unaqa nima bo'ladi desa, hachalat qo'shadigan bo'lsam ko'payib ketib qolaman. Bas minut ko'p ketaman. Yaxshi xizmat qilaman. Mana shu Afg'onistonda yurib, O'zbekistonda gazetalarga chiqqanman. Haligi ofitserlarimiz uyga благодарность jo'natgan. Ashlarda inobatga olganmi, keyin bolalar aytdi, shu Qizil yulduz beriladi deyildi. Buyoqda nekmatim yaxshidan bersa olamiz. Lekin mana 40 yil bo'lyapti, kelgan yo'q. Afg'onistonda haqiqatda janglarda, jangovar harakatlarda yaralanish oqibatida nogiron bo'lib qolganlarga albatta o'sha paytda o'zida jangovar mukofotlarga tavsiya qilingan.
endi Ermuhammadni ham eshitganman, shu bitta oyog'idan ajragan Qizil yulduz ordeniga tavsiya qilingan deb. Lekin u kelmagan. Moskva atrofida Podolsk shahrida va Leningradda ikkita joyda harbiy arxiv bor. Shu yerda saqlanadi. Bizning tajribamizda ko'proq gospitallarda yotganlarda, hujjatsiz kelganlarda so'rov yuborsa, albatta diagnozi kelyapti. Shu orqali nogironliklarda tiklaganlar ham bor. Yubileyli medallar bor. O'zbekiston mustaqil bo'lishdan oldin bekarga berilardi. Hozirgi endaligi zavoddan qo'yib nima qiladigan bo'lsa, pul berish kerak. Masalan, 250 ming, 300 ming, 400 ming, 500 ming dokumentlar bilan. Uni olishga ko'p odamni qurib yetmaydi. Uni biror yerda kuydirib, taylab chiqarishi katta miqdorda pul. Senga medal kerakmi? Mancha so'm deb asha pulga sotilyapti-da endi hozir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة rahmatga rahmat. Allohu akbar. Sog' odam nogironga tegishi kerak bo'ladi. Biz o'zbekchilikda sovchi degan otryad bo'ladi. O'shalar topib nima qilishgan? Men borib ko'rishdik. Ta'dir nasib ekan, rozichilik bildirdi-da. Ko'zga chiroyli ko'ringanmanmi? Uchta farzandli bo'ldim. Bitta o'g'il, ikkita qiz. Hozir hammasida ikkitadan nevara. Yomon bo'lmadik. Inshaalloh. Xudoyim berganiga shukr. Bola chaqali yurdik. Endi tashqilib yuzimiz yorug' bo'ldi. Ikki qizni chiqardik. Mana olti nevara ko'rdik. O'g'ilda kelinda oldim, uyamdiman. Pensiyamiz ozligi uchun, ammo salomatchilik yaxshi bo'ladi deb ishga kirdim. U yerda nomi elektrodvigatel deyiladi. Endi elektrodvigatel hozir tarqab ketib, uni xususiy yangi tadbirkorlar ochib nima qildi. Bizniki shu elektrodvigatelni mexanika bo'limi ekan. Temir buyumlar ishlab chiqarasiz. Ishga kirgandan keyin unaqa texnikalarni ko'rmagan edim oldin. Endi men ko'proq elektr sohasida bo'lganim uchun Andijon fabrikalarida elektrik bo'lib ishladim. Gideler zavodda elektr laboratoriyada ishladim. Ishlagan stanogimda oldin o'zim remont qilardim. Hozir endi ham svarshik, ham elektrik, ham uni ishlayman. Buzilib qolsa o'zim remont qilib ham ketaman. Ish tanlamaydi. Mana yangi kelgan paytlarda ham 5-4 kundagina shu metal обрабатывающий stanovlarni bersak, misol bemalol ashlarda o'rganib, bemalol haligi ishlab, hozir 3-4 xil stanovlarda ishlaydi. Hatto oyog'ida protezi borligini ham bilmaganman. Keyin protez bor ekan deb nima bo'ldi? Protez bo'lsa, eplagancha qilaversa ham o'zini rizqini yeydi. Xudo o'zi hammaga rizq beradi. Haligi kimdir protezi bor ekan, ishga yaraydimi, yo'qmi deb har xil o'ylanadigan odamlar ham bo'ladi albatta, lekin bizda unaqa yo'q, Xudoga shukr. Kerak bo'lsa, shu protezdan ham biz kamchiliklar bo'lsa ayting aka, biz temirchimiz deb turamiz. Inamiz yaxshimiz. Jismoniy imkoniyati chegaralangan odamlar shunchalik harakat qilsa, soppa-sog' odamlar albatta indamasdan harakatini qilib, nolimasdan yursa bo'ladi. Yaqqol o'rnak qilib ko'rsatsa bo'ladi-da bular insonlar. Ermuhammad o'zi bir oyoqdan ajraganiga qaramasdan jamiyatimizda faol, doim mehnatda, harakatda, oilani boshlig'i, rahbari, oila boshlig'i bo'lib keladi. Bu kishi endi pensiya bilan ta'minlangan, imtiyozlari bor, bepul mana sihatgohlarga borib dam olib keladi o'z vaqtida. Hozir hukumatimiz tomonidan ham mana keyingi vaqtda yana ham yaxshi yo'lga qo'yilib qoldi. Bepul sanatoriyalarga borib kelish nogironlar uchun 1 yilda bir
Qatnashchilarimiz uchun 2 yilda bir bepul putyovka bilan belgilangan sanatoriylarda davolanib keladi. Pensiyaga chiqishda nogiron bo'lgan afg'on urushi qatnashchilarimiz 55 yoshdan chiqadi. Bizning taklifimiz bor edi, qatnashchilarni ham 55 yoshdan chiqarish hozir endi ko'rib chiqilyapti u. Chunki sababi afg'on urushida qatnashganlarda o'lim boshqalarga nisbatan ko'proq. Mana o'tgan yili 4 nafari, bu yil o'zida 2 nafari faqat yurak xurujidan ketyapti, chunki urush asoratlari asab tizimiga ta'siri bo'lsa kerak, ko'proq shu diagnoz bilan ketyapti. Opa dadamiz urushda bo'lgan, otamiz bo'lmagan. Otamiz ko'rmagan urushni biz ko'rdik. Bu urushda asoratini mana hali ham tortyapman, mana qah yil bo'lyapti. Men tilagim mana shu urush bo'lmasin. Bu urush deymiz ekanu, urushni so'zini ichida juda katta narsalar bo'lar ekan. Oilasi notinch, uyi notinch, oila bashi, o'g'il qizlar notinch. Endi o'sha bolalarimiz, nevaralarimiz, bizdan keyingi avlodlar urush nimaligini bilmasin. So'zini kitoblarda o'qisin, o'zini ko'rishmasin. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.